Müdür qiynab o'ldiryaptimi? Yo'q. Xo'p, akalar, bugun kelgan joyim Koreyada 1908-yilda qamoqxonalari qanday bo'lganini sizlarga bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Achinarli narsalar bo'lgan ekanda, akalar mana odamlarni bitta-bitta solib shu yerga, buni silkitishgan ekan va ichida ilonlar ham bo'lgan ekanda. Juda vahshiylarcha. Mana qiynoladi yana bittasi. Xullas shu mana kichkina joyda ko'rib turibsizlar, mana qaranglar. Shu yerga odamni kirgizib, mahbuslarni yopishgan ekan, yopib 10 soat 12 soatlab shu yerda saqlashgan ekan. Ovqat ham hojatxonaga ham bordirmay. Bir qanaqa joy deb menga savol berishinglar mumkin. Xullas har kuni qamoqxonada shu bayragapda boshlig'i chiqib, tepalik mana ko'rib turibsizlar. Ko'rib ertalabda badan tarbiya qiladi. Bayragga chiqishining sababi hamma shu yerdan ko'rinadi-da, mana bloklardagi odamlar hammasi aniq va ravshan ko'rinadi bu yerda. Joyga kelib tarixda ancha ko'p ma'lumotga ega bo'ldim. Hozir ko'rib turgan joyinglar mahbuslarda qanaqa joylarda, qanaqa sharoitlarda saqlashganini hozir ko'rsataman. Ketdi akalar. Mahbuslarda xonasi ko'rib turganlarda mana kichkina joy va 1 2 3 ta joydan qulflanib ko'rib turibsizlar. Eshigi ham temirdan bo'lib juda baquvvat. Bu yerda mana kichkina teshikchasi bor. Mahbus nima qilayotganini shu joydan tekshirishgan ekan. Burada mana sizlarga savol. Bu nima maqsadda ishlatilgan va nimaligini kommentariyada yozib ketinglar. Kim biladi?